Dardlashaylik dardlarimga kel jonim dugosh dugosh. O'zim aylanay, o'zim o'rgilay, yoningda bo'lay jonim dugoshjon. Bitta yagonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon, jonim dugonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon. Bitta yagonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon, jonim dugonam oy dugoshjon, voy dugoshjon, jon dugoshjon. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Galdagi manzilimiz 4-qatlam, ya'ni 4-tug'ruq majmuasi bo'ldi. Bu yerda Zarnigor opamni 34 yoshlar bilan tabriklaymiz. Dugonlari Zebo opam boshchiligida barcha jarrohlik bo'limi nomidan birgalikda. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kun. Albatta barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va bugun chiroyli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi Zarnigor opa bilan assalomu alaykum. Bugungi tavalludlar, bugungi xursandchiliklar, bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif berganmiz. Bugun birinchidan albatta mehriboningiz, ham opangiz, singlingiz bo'lgan dugonangiz Zebo opam nomlaridan. Qolaversa albatta barcha jarrohlik bo'limi xodimlari nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'alar bilan tashrif berganmiz. Zarnigor opa ancha bo'ldi barchalar murojaat qildilarki, yaqinda biz uchun haddidan-da qadri baland bo'lgan insonimizda, biz uchun albatta hurmatlari cheksiz bo'lgan albatta insonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Xohlardiki, avvalambor uzoq umr ko'rsinlar. Qalblarida, yuraklarida nimaiki orzu istaklari bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Xohlardiki, eng kamida 100 yoshlarni ko'rsinlar. Hozir men tashqarida Zebo opam bilan gaplashsam, Zebo opa hozir nima deb qo'yish chaqirganini bilsam, avvalambor dedilarki, biz uchun hurmatlari cheksiz ekanliklarini yetkazib qo'ysangiz. Xohlardiki, albatta biz uchun har doim yonimizda bo'lsinlar. Bunaqa insonlar kam, bunaqa insonlar 100 yilda, balkim 200 yilda bir marta tug'iladi. Balkim maqtad deb o'ylaysiz, lekin juda yaxshi ko'ramiz. Avvalambor niyat qilingki, yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'lingizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Chiroyli gullarni topshirib qo'ysak bo'ladi. Qanchaglar Zarnigor opa kelganda aynan siz uchun keltirilgan chiroyli tortlarni davra markaziga chorlab qolamiz va hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilib shamchiroqchilarni o'chiramiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan barcha mehmon mezbonlarni birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat, yandagi navbat chiroyli tilaklarga hammamiz birgalikda chiroyli tilaklar Marhamat, bir tabrikla bossak bo'ladi.
rahmat barchaga. Albatta keling yandagi chiroyli tilaklarni albatta Nargiza Bonotovnadan eshitamiz. Marhamat. Bitta chiroyli tilak. Siz tug'ilgan kuningiz bilan bitta almashtiraylik, deyman. Yaqin ushlaning. Siz tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizga sog'lik, avalasi baxt. Nimang yer bo'lsa, hammasiga sog'-salomat bo'ling. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Marhamat, Zebo opamni o'zlaridan bitta chiroyli tilak eshitaylik. Marhamat, dugonangizdan bitta chiroyli. Kechasi bilan tabriklayman. Yuzlar metr, doim ana shunday. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta Zarbek opa keling endi men mikrofonni sizga bermoqchiman. Nimagaki dugonamni xursand qilaman deb rosa harakat qilgan albatta Zebo opamlarga. Qolaversa barcha jarrohlik bo'limi xodimlariga chiroyli tilaklarni kutib qolamiz. Marhamat. o'zi eng gapga boy Zarnigor. O'zi sal kamroq, lekin hammaga katta rahmat aytmoqchi. Bugun yaxshi kunida, o'zining mana shukrona kuni, o'zining lishni kunida hamma birga baham ko'ryapti. Hamma shu yonida turib shu xursandchiligiga sherik bo'lyapti. Hammaga katta rahmat aytmoqchi. Doim sog' salomat, mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lishini hamma tilaydi. Kelgan yilimiz omadli bo'lib, har doim yuzingdan nur, yuzingdan tabassum ayrimasin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda chiroyli fotosessiya bilan davom ettiraylik. Lekin undan oldin shoira Abelqulovni albatta chiroyli tilak eshitayotganik. Marhamat. Siz Zarnigor opamdan bilan gapirdingiz, endi o'zingiz nomingizdan bitta chiroyli tilaklar. Marhamat. Men bu nima operatsionni mistrada har doim birgaman. Shuning uchun men bularni juda ham yaxshi ko'raman. Singiljonim, Zarnigarjon, seni bugun shukrona kuning bilan tabriklayman. Senga baxt, saodat tilayman. Ota-onang baxtiga doim sog' bo'l. Ota-onangning ham bugungi tug'ilgan kuning bilan tabriklab qo'y. Har doim yaxshi kunlaringda ota-onang mana boshingda sog' salomat, kasbdoshlaring, o'zing yaxshi ko'rgan insonlaring har doim yonida bo'lsin. Har doim senga baxt, saodat, ishlaringga omad tilayman. Hech qachon yomon kuning bo'lmasin. Faqat yaxshi kuning bo'lsin. Bitta dunyoda bo'lgan chiroyli tilak eshitaylik. Shunda marhamat, bitta chiroyli tilak eshitib qolamiz. Salomatlik tilayman. Ota-onangizni baxtiga, sog'-salomat bo'ling. Kasbdoshlarimizni, barcha shu mana shu xodimlarimizni baxtingizga doimo sog'-salomat bo'lib, yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'rib yuring. Ota-onangiz huzurlaringizni ko'rib yuring. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta marhamat keling endi hammamiz bitta yaqinroq turib olamiz. U yerdagi navbatda fotosessiyaga beramiz. Bitta esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi. Qolaversa bugungi sanaga taniq zarralarga muhrlab qo'yamiz. Undan keyin albatta qisqa chiroyli o'yinlar, yana raqslarga barchani chorlab qolamiz. Birgalikda marhamat.
Bastayı uyanma, bu şeyi uyanma. Seni seviyorum, o şeyi uyanma. Bastayı uyanma, bu şeyi uyanma. Bastayı uyanma, bu şeyi uyanma. Seni seviyorum, o şeyi uyanma. Bastayı uyanma. Nafaqat kattaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Zargarov yana bugungi tavallud qiyomat, bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Albatta bugungi kuningiz mazmunli o'tsin deymiz. Barchangizga bugungi albatta kuningiz yoqimli kayfiyatda o'tsin. Diqqatingiz markazida Hazrat Rozi jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga.